Husniddin aka, yangi loyihamiz Yo'lni bo'yidagi bloklarda sotuv ochildimi? Uni magazin qilsa bo'ladimi? Sotuvlar mana bugun ochdikda uka. Yo'lni bo'yiga qaragan faqat shu ikkita blogimiz bor. Magazin bo'yicha keling tushuntirib beraman. Qaranglar, shu ikkita blogimiz yo'lni bo'yiga qaragan bo'ladi. Mana bu yo'lni yuzi bo'ladi. Shu -1 qavatdagi uylarimizni do'kon sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni bu hududga kerak bo'lar ekan oziq-ovqat, go'sht mahsulotlari, sartaroshxona, chevarxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni -1 qavatda 8 ta xonadon bo'sh turibdi. Va yana bir taklifim bor. Ofis uchun ham juda ham zo'r bo'ladi. Advokaturaga ofis qilsanglar bo'ladi, traderlarga ofis qilib qo'ysanglar bo'ladi. Chunki tabiatga boy joylar. Lekin studentlarga yotoqxona qilib bersanglar bo'ladi. Sababi ADU universiteti juda ham yaqin joylashgan. Xulosa shuki, baribir ham 300-400 dollarga arenaga turibsiz. Undan ko'ra 10 ming dollarga -1 qavatdan 2 xonali xonadonni xarid qilsangiz, hozir bilasizlar, bizda katta Ramazon aksiyasi ketyapti. Boshqa hech qanday to'lov yo'q. Zato o'zingizniki bo'lib qoladi. Agarda pulingiz bo'lsa, shunaqangi 3 ta 4 ta uydan olib arenaga chiqarib qo'ying, zo'r daromad topasiz. Uylar bo'yicha ushbu raqamlarga telefon qilinglar. Uylarimiz soni chegaralangan.